Real yoki Barselona konkretni po faktu solishtiraman. Вот qaysi biri kuchliligini bugun birgalikda bilib olamiz shu videoda. Ispaniya ichki chempionatidan boshlaymiz. La Ligada Real Madrid 36 marta g'alaba qozongan, ya'ni kubok ko'targan. Barselona bo'lsa 27 marta. Copa del Rey, Ispaniya Qirol kubogi. Real Madrid 20 marta, Barselona 32 marta yutgan ekan. Super kubok, Ispaniya Super kubogi. Real Madrid 13 marta, Barselona 15 marta. Copa de la Liga, Ispaniya Liga kubogi. Real Madrid 1 marta, Barselona 2 marta yutgan ekan. Copa Eva Duarte, Real Madrid 1 marta, Barselona 3 marta yutgan ekan. Endi UEFA ga o'tamiz. Вот UEFA Chempionlar Ligasida Real Madridda 15 ta, Barselonada 5 ta kubok. UEFA Super kubogida Real Madridda 6 ta, Barselonada 5 ta. UEFA Yevropa Ligasida Real Madrid 2 marta olgan, Barselona hali kubok ko'tarmagan ekan. UEFA Cup Winners Cup Real Madridda 0, Barselona 4 marta. Intercity Fires Cup Real Madridda 0 ta, Barselona 3 marta. Endi jahon miqyosida, ya'ni Miravoy FIFA ga keldik. FIFA Club World Cup Real Madrid 1 marta, Barselona 0 marta g'alaba qozongan ekan. Intercontinental Cup bunda Real Madrid 3 marta g'alaba qozongan, Barselona 0 marta. FIFA Intercontinental Cup Real Madrid g'alaba qozongan 2024-yilda. Menimcha adashmasam, hali Barsa g'alaba qozonmadi. Endi o'zaro El Clasico ga keldik. O'rtoqli El Clasico keladigan bo'lsak, общий o'yinlar 259 marta bo'lgan bir-biri bilan. Вот 105 marta Real Madrid g'alaba qozongan, 102 marta Barselona g'alaba qozongan va 52 marta durang bo'lgan. 52 ta o'yin durang bo'lgan. Общий hisobda hozir shunda kim yutyapti? Kommentariyaga yozib ketinglar.